Assalomu alaykum, hurmatli madaniyat xodimlari, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchi yoshlar, san'atchilar a'zolari. Mana bugun bizning tumanimizda katta bayram desak yaxshi bo'ladi. Ustoz san'atkorimiz O'zbekiston Respublikasi Davlat filarmoniyasi Xorazm bo'limi rahbari, O'zbekistonda xalqaro alqastonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Rahmatjon aka Qurbonov sizlar bilan birgalikda master klass o'tish maqsadida kelgan. Men hurmat bilan so'zni Rahmatjon aka Qurbonovga beraman. Avvalo assalomu alaykum. Hammangizni mana shu kelgan yangi yillar bilan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, yangi yillar baxt olib kelsin, omad olib kelsin. Yaxshi kunlar yetalaklab kelgan bo'lmay, sizlarning ishlaringizdan rivoj, unum barobarga yetdi. Qalavat Shamon bilan beda mana Gulbar opani hammangiz bilasizlar. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Mataxubova birga kelganlar biz bilan filarmoniyani baletmestri ko'p qizlarni ustozlik qilib Xorazm san'ati uchun, o'zbek san'ati uchun tayyorlab shu sahnaga alimdan tutib istadiyu vaqtimizdan tayyorlab alimdan tutib chiqqan ustozlardan. Endi mana Rustam Boboyev bu tomonda bu filarmoniyani badiiy rahbari yana bir necha mana doirachimiz Munyoz, undan keyin Hamdambek, bizlar shu filarmoniya aktiv ishchilaridan bular sozanda, xonanda birga kelganmiz. Endi taklif bo'ldi, iltimos bo'ldi bir master klass, ya'ni mahorat darsi deydi. Shuni o'tib barsangiz deb iltimos bo'ldi. Nasibamiz qo'shilgan ekan, mana sizlar bilan didorlashib ko'ramiz. Hammangizni ishlaringizga omad tilagan holda, agar ruxsat bersangiz boshlaymiz. Endi mahorat darsi o'zi nima? Mahorat darsi bizani san'at yo'nalishida, san'atda yaqqol bir ko'zga tashlanadigan yoki bo'lmasam udumlarni
bizlarni shu urf odatlarimizni, san'atdagi ota bobomizdan qolgan san'at, muzika yo'nalishida, xonandachilik, ashulachilik yo'nalishida kelayotgan ustozlarni hayotda qanday qilib bunday darajaga erishdi yoki bo'lmasam tajribasi qanday, shundan bir narsa olib bilamizmi, yo'qmi, yoki bo'lmasam ustozlar, ko'rgan ustozlar yoki bo'lmasam o'qigan, bilgan ustozlarimiz nima qoldirib ketdi bizlarni, ayniqsa Xorazm san'atida, o'zbek san'atida nimalardan boxabarmiz, nimalardan xabarimiz yo'q. Shu narsalarni hammasiga javob beradigan insonni, san'atkorni sizlarga taklif qilib, shu bilan muloqotda bo'lib, mana hozir yuzma-yuz o'tiribmiz. Xohlagan savollaringizni berishingiz mumkin. Yoki san'atda bir ikir-chikirlara aqlim chiqishmaydigan joylar, balki bizlarni biladigan narsamiz bo'lsa, shu narsalarga javob berishimiz mumkin. Ko'rgan, kechirganlarimiz haqida so'rashlarimiz mumkin va hokazo. Shuning uchun buni master class deydi, mahorat darsi deydi. Endi bizlar kerak san'atkor bo'lganimiz uchun san'atdan gapirishamiz. San'atning o'zi nima? San'at insonni imkoniyatlarini yuqori cho'qqi darajadagi namoyishi san'at bo'ladi. San'at faqat soz bilan yoki bo'lmasam musiqa bilan, ashula bilan cheklanmaydi. Har bir narsaning o'zining san'ati bor. Masalan, bir oddiy ming-minglagan odamlarni to'plab katta bir o'yingohga to'plab bu yerda futbol ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Futbolni ko'rgan vaqtdan bular, masalan, futbolchilar, futbol o'ynaydiganlar bir-birini urib, yiqib, bir-birini moyib etib, boshqa unda tomosha ko'rsatish emas. Nechta bilan o'zam futsal bo'ldi. Bu yerda mahoratini ko'rsatish kerak. Bir-biriga zarar yetkazmasligi kerak. O'zi san'atni o'zi tabiatda Alloh taolodan meros. Alloh taolo masalan shu bir daraxtni oladigan bo'lsangiz, bir yaproqni shunday mohirona yaratib qo'yibdi, yoki bo'lmasam insonni shunday bir go'zal qilib yaratib qo'yibdi. Hatto bir kiprigini ham 1000 yil o'qigan professor ham u darajada yaratib qo'ydi. U darajada yaratadi. 70 yosh yashasam 70 yosh, 80 yosh yashasam 80, 100 yashasam 100 yil shu kipriging shunda turib beradi. O'zining vazifasini bajaradi. Ana mahorat, ana san'at. Ana shundan bizlarga meros bo'lib qolgan san'atni bir burchagi musiqa san'ati. Musiqa san'ati o'zi bunyod bo'lgan odamzodni yaralish vaqtida bunyod bo'lgan deydi. Ya'ni bir rivoyatlar eskasizlar, bu borku. Shu odamon musiqa bilan jon bergan deyiladi. Yashab bo'lgandan keyin Alloh taolo jona yildasa qaramlar ekan, men bilmayman. Tapidi jon dedi, naya tushdi. Shunda farishtalardan yordamchi farishtada aytamiz, shamol shuni girishlarga yordam beraman deb dov daraxtlari urilib, qamushlari urilib, tog'i toshlari urilib, shunday bir o'zidan bir ohang chiqardi dedi. Shu ohangga mast bo'lib, shu kuyga mast bo'lib, jon odamning ichiga kirganini bilmay qoldi dedi. Ana undan keyin inson izlanib shu ohangni izlab boshladi. Inson bo'lib yaralangandan keyin shu
quloqda qolib ketgan ohangni izlab boshladi. Qanday qilib chiqaradi bu tovushni? Undan keyin tovush paydo bo'ldi deydi. Undan keyin tovushni ovoz sifatida foydalanishni yo'llarini izladi deydi. Undan keyin ovoz paydo bo'ldi deydi. Shundan keyin haligi ohangni shu ovoz orqali birinchi asbob insonni ovozi. Ana shunga tahrif qilib boshqa asboblar dunyoga keldi deydi. Keyin shamol qamishlarga urilib, boshqa qilib bir tovush chiqargandan keyin shu tovushni izlab nay yasab ko'rdi, suvni yasab ko'rdi, qo'shni yasab ko'rdi, tar yasab ko'rdi. Va akaza. Ish qilib bir qiyomatgacha izlanishda deydi inson deydi. Ham inson yaratilish tarixida aytiladi 7 ta farishta. Hali Hazrati Cebrail vositachi jon soladi deydi. Azroil jon oladi deydi. 2 ta rahmatulloh 10 yelkada chabirgada birisi savobni, birisi gunohni hisobini qilib o'tiradi deydi. Mikoyil rizq ulashadi deydi. Undan keyin Isrofil degan farishta qiyomatda suv chaladi deydi. Isrofil. Suv nima? Hali qiyomat bo'lgani yo'q. İnsan hali bilmedi suvni nima ekanligini, uni ovozini, tovushini nima ekanligini ham bilmedi. Ana shu tovushni, shu suvni tovushini chiqaraman deb turib har xil asboblar yasab ko'radi. Endi ajab masala u qiyomatgacha mana bugungi kunda qo'lda tar, doira, sunnay, nay, g'itchak, bo'lamon, yana bir narsalar deydigan bo'lsa hali qiyomatgacha qancha asboblar yasaladi. Bu mikan suvni ovozi, suvni ovozini tovushini beradigan bu mikan degan izlanishda deydi inson. Endi buni agar mana muzika maktabida o'quvchilari o'tiribdi, ustozlar o'tiribdi, mana yana mukammalroq qilib muzika bilan bog'laydigan bo'lsa, musikada har bir narsada bo'lganidan qonun, qoidalar yaratilgan. Ya'ni tovushlar, buni kuy qilish uchun, ohang qilish uchun qanday buni qoldirish kerak? Musikani yozuv belgisi nima? Musikani yozuv belgisi nota. Notani bilmaydigan san'atkor u o'zicha bir ilgari qilib bilgan, bir quloqqonni qilib bilgan san'atkor deb aytiladi. Notani har bir soz bilan, san'at bilan shug'ullanadigan inson bilmaki kerak. Undan keyin uni sanalari bor, taqt chiziqlari deymiz, kalitlar deymiz, skripka kaliti, bosh kaliti va hokazo. Undan keyin u musiqalarni qanday qilib yozish kerak? Diktant ham tanlab bo'ladi. Sizlarga ham musiqadan diktant o'tadimi? Musiqa yozasizmi? Diktantdan eshitganlaringiz ana shunday gap ko'p. Ana shunday gap ko'p. Ana shu diktantda gap ko'p. Eshitgan musiqani yozib bilmak kerak. Nechalik 8lik notadami, yarimlikmi, butunlikmi, qayerda cho'zildi, qayerda bog'landi, qayerda repriza takrorlanib turibdi, qayerda diyez, qayerda bemol.
Bularni hammasini bilmek kerak. Ana bularni notalarni bilgandan keyin gamma degan narsalar bor. Gamma. Ha? Gammalar nechta? Kim aytadi? Nechta gamma bor? Yaxshi. 16 ta gamma bor. 8 tasi majorli, 8 tasi minor. Ha? Bularni hammasini bilmoqlaringiz kerak. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi, bu ashula degan narsa, ya muzika degan narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Gammalarni 16 ta gammani ham bilish kerak. Undan keyin akkordlar bor. Akkordlarni bilmak kerak. Septakord nomi, boshqalarni hammasini bilmak kerak bularni. Bularni hammasini bilmak kerak. Shundagina sizlar kelajakda bir yutuqlarga erishishingiz mumkin. Musiqa san'ati bunga dedi tarjima kerak emas dedi. Nima uchun aytadilar? Tarjima kerak emas. Ya'ni dunyoni hamma burchagida shu nota, shu san'at, shu hali belgilari, muzikani belgilari, forte, piano, glissando, luminendo, yoki bo'lmasam boshqa hamma narsalari shu qonun qoida bir. Beethovenni chaladigan bo'lsang ham, Chaykovskiyni chaladigan bo'lsang ham, yoki boshqa hozirgi rep muzikalar bilan shug'ullanasanmi, boshqasi bilanmi, hammasida baribir musiqiy savod kerak. Sizlar shu musiqa maktabda yigit qizlari bo'lganlaringiz uchun, sizlarga tushunishlaringiz uchun sizlarning tilingizda sizlarga aytib o'tiribman. Endi undan tashqari ustozlardan og'izdan og'izga o'tadigan xalq og'zaki ijodi dedi. Xalq og'zaki ijodi. Bu xalq og'zaki ijodi uchun nota bo'lmagan. Og'izdan og'izga ustozlar shogirdlar o'tib kelgan bu narsalar. Masalan, dostonchilikni olasizmi? Maqomlarni olasizmi? Yoki bo'lmasam xalq narsalarini olasizmi? Mumtoz kuy qo'shiqlarini va hokazo bu narsalar og'izdan og'izga, ya'ni ustozdan shogirdga o'tib kelayotgan udumlar. Endi mana Yevropa yana tushuntirib o'tadi sizlarga, lekin raqs haqida shu musiqa san'atini gapirdik. Mana bu haqida sal tushuncha sizlarda hozir bu raqs san'ati. Raqs san'ati qachon bunyod bo'lgan? Qayerdan kelgan? Bu narsa hali odamzod yaratilgandan keyin tili shakllanmasdan burun raqs san'ati dunyoga kelgan. Tili shakllanmasdan burun. Ya'ni hamma narsani haddi harakatlar bilan, qo'l harakatlari, yuz, ko'z mimikalari, boshqa narsalar bilan bir-birisiga tushuntirib gapirishganlar. Yomg'ir yog'yaptimi? Shamol boshlandimi? Ya bir yerda bir hayvon kelyaptimi? Hamma ya daryo tashdimi, dengiz tashdimi? Hammasini harakatlar bilan gaplashganlar. Ana keling bizning raqs san'atimiz bunyod bo'ldi. Dunyoda hamma joyda o'zlarining raqsi bor. Har bizlarniki ham mana Xorazmda o'zining o'rni